مشعتي خزام بزميش قطي حولي Hurmatli yurtdoshlar, joriy yilning 5-noyabr sanasida Xalqlar do'stligi san'at saroyi soat 19:00 da O'zbekiston, Qoraqalpog'iston, Turkmaniston xalq artisti Komiljon Otaniyozov xotirasiga bag'ishlangan Komiljon ustozimning O'lmas novolari nomli konsert dasturi bo'lib o'tadi. Konsert dasturida mamlakatimizning taniqli san'atkorlari, shuningdek O'zbek Milliy maqom san'ati markazi Xorazm viloyat hududiy bo'limi va Qoraqalpog'iston Respublikasi hududiy bo'limining maqomchilari ishtirok etadi. Konsert dasturi faqat jonli ijroda bo'lib o'tadi. Barchangizni konsert dasturiga lutfan taklif etamiz.